Assalomu alaykum, sog'lomlarim. Bugun sizlarga mashqlar to'plamini ko'rsataman. Bu ertalabki bajariladigan mashqlar, albatta och qoringa bo'lsin. Bu mashqlarni bajarganimizda ertalabki start, hamma ichki organlar, ichki tizimlar ishini boshla degandek bo'lasizlar. Juda ham foydali bo'ladi, tetiklik his qilasizlar albatta. Juda ham diqqat bilan eshitinglar, har bir mashqni bajarilishini, shu mashqlar sizlarga faqat foyda keltirishiga ishonaman agar sizlar juda ham diqqat bilan eshitsanglar. Harakat qilaman yaxshilab batafsil bu yerda ham tushuntirishga. Kelinglar boshlaymiz. Tog' pozasiga turib olamiz. Tog' pozasi bu katta barmoqlar birga, kovrikka boshiga turib olinglar. Katta barmoqlar birga, sahal tomonlar bir-biriga tegmaydi 2 sm. Tos chanog'ini o'zimizga tortamiz, tos orqaga ketib qolmasin. Tortdik, qorinni tortamiz, tos osti mushaklarini ham tortib, yerni oyoqlar bilan itaramiz. Qo'llarimiz go'yoki yerga kirib ketayotgandek. Chuqur nafas olamiz. Chuqur nafas chiqaramiz. Qo'llarni tepaga ko'tardik. Tepaga cho'zilamiz, nafas oldik. Nafas chiqarganda tos orqaga ketadi. Yurak ochilib, bu holatda engashayotganimiz sahal oyoqning orqasi qattiqroq tortilsa, o'sha buklasa bo'ladi. Oldinga engashamiz. Tortilish his qilganimizda sahal buklasak bo'ladi. Pastga engashamiz. Bo'ynimiz yumshoq, boshimiz og'ir. 1 sekund, sochimni yig'ib olay. Bo'ynimiz yumshoq, boshimiz og'ir, bu yoqqa bo'ynimizni o'girsak bo'ladi. Keyin tizzlarni tekislab, yurakni ochamiz. Yerdan qilolmasak, boldirimizga qo'yamiz. Go'yoki shu oyog'imizni itarib, yurakni ochdik. Nafas oldik. Nafas chiqardik, yana o'zimizni tashladik. Yelkalar osilmaydi. Bo'sh qo'yamiz. Chap oyoq qadam bosadi orqaga. Chap oyoq qadam bosdi. Tizzani yerga qo'yamiz. Tizzamiz tomon tepasida bo'lishi kerak. Tizza juda ham yomon ko'radi oldinga chiqishni. Tosni pastga bosamiz. Qo'llar yerda, agar qiyin bo'lmasa, qo'llarni tepaga. Nafas oldik. Bu yerda albatta tos chanog'ini tortamiz. Tos orqaga ketib qolmaydi. Tos chanog'ini tortdik, qorinni tortdik, nafas oldik. Nafas chiqardik, qo'llarimizni qo'yamiz. Oyoqlar orqaga ketadi, oyoq, to есть. Oyoqlar birga, bu yerda как planka. Bu yerda nafas chiqariladi. Tizzalar qo'yilib, ikkita qo'lning o'rtasiga ko'krak qafas qo'yiladi va dahan. Agar qo'llarni kuchi yetmasa, shu joyi eslab qolib, sho'tka imенно ko'krak qafas va dahan qo'yilishi kerak. Qo'llarni boshqa joyga qo'yib, yana shu joyiga qaytarish kerak bo'ladi. Ko'krak qafas bilan dahanimizni qo'ydik. Bu yerda nafas olinmaydi. Nafas olgimiz kelganda yurak ochiladi. Ko'krak qafas oldiga kobra. Kobrada tirsaklar 90 gradus buklangan. Tos chanog'imizni tortib turibmiz, yurak ochildi. Nafas oldik. Nafas chiqarganda oyoqlar birga, go'yoki sabaka morda vniz qilyapmiz. Tizzalarni buklaymiz. Tovonlar ko'tarilib tursa hech narsa qilmaydi. Nafas chiqardik. Bu holatda 2-3 nafas dam olsak bo'ladi. Chap oyoq qadam bosadi. Shu qo'lni o'rtasiga yetib kelsin. Qo'lni o'rtasiga yetib kelmasa, oyoq bu yoqda qolib ketgan bo'lsa, yordamlashaveramiz. Qo'lni qo'ydik. Tos pastga. Undan oldin qanaqa bajargan bo'lsa, xuddi shunaqa bajaramiz. Tos pastga, yurak tepaga. Shundoq qilsak ham bo'ladi yoki qo'llarni ko'taramiz. Nafas oldik bu holatda. Nafas chiqarganda qo'llarni qo'yamiz, orqadagi oyoq qaytib keladi. Bu yerda tizzalar buklangan, bosh pastda. Agar juda bo'lmasa
tizalarni yaxshilab buklaverasizlar, qattiq tortilish bo'lsa. Keyinchalik rastяжка позволять qiladi sekin уже oyoqlar tekislanishiga. Turayotganda mana tizalar buklangan bo'lsa, birinchi ko'krak qafasni ochib olib, tizani keyin tekislab, tizalarni ko'tarilamiz. Tepaga cho'zilamiz. Nafas oldik. Nafas chiqarganda qo'llarni tushirdik. Bu bir tomonga bajardik. Endi ikkinchi tomonga. Birinchi holatda chap oyoq orqaga ketdi. Oxirida chap oyoq qaytib keldi. Endi aksincha o'ng oyoq ketadi. Nafasimizni rostlaymiz. Yuragimizni tinchlantirib olamiz. Yana bir yarim krug, то есть bir krug o'shanda yopilgan bo'ladi. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Bo'ynimiz yumshoq, boshimiz og'ir. Nafas olganda tizalar tekislanadi, umurtqa tekislanadi. Agar umurtqa dumaloq bo'lib turgan bo'lsa, tizani tekislab olib qilmaymiz. Umurtqani tekislaymiz, engashib ko'ramiz, qatgacha engashib olamiz. Kimdir yerdan bajara oladi, kimdir boldirini ushlaydi, kimdir sonini. Asosiysi yurak oldinga. Nafas oldik. Nafas chiqardik, yana tizalarni tashadik. Bo'ynimizni bo'sh qo'ydik. Orqaga endi o'ng oyoq qadam bosadi, tizani qo'yamiz. Uzoqroqga qadam bosishga harakat qilinglar, чтобы tizani orqasida 90 gradus bo'lsin. Tos pastga nafas oldik. Nafas chiqarganda qo'llarni qo'yamiz, oyoqlar orqaga ketadi, planka. Butun nafas chiqarib bo'lib, nafas olmay turib 8 ta tochka qilamiz. Mana ikkita qo'l, dahan, ko'krak qafas, tizalar, oyoqlar yerga 8 ta tochka tegib turibdi. Bu holatda nafas olmaymiz. Nafas olgimiz kelganda yurak ochiladi. Nafas oldik. Kobra. Nafas chiqardik. Gorka. Bu holatda 3 nafas dam olib, endi o'ng oyoq keldi. Albatta o'ng oyoq qadam bosganida ikkita qo'lni o'rtasigacha yetib kelsin. Ko'tarilamiz. Shunday qolsak bo'ladi yoki tosni pastga bosib, tos chanog'ini tortamiz. Nafas oldik. Qo'llarni qo'ydik, orqadagi oyoq keldi. Bo'ynimiz yumshoq, boshimiz og'ir. Ko'tarilayotganda birinchi yurakni ochib olamiz, qo'llar birga. Keyin tizalarni tekislaymiz. Tepaga cho'zildik. Nafas chiqardik. Nafasimizni rostlab olib, yurakni tinchlantirib olib, mana shu bitta krug bo'ldi. Bu krugdan haftasiga, oyiga sekin ko'paytirsa bo'ladi. Bu krugga masalan 12 ta bajarib yursangiz, вообще zo'r. Kimdir 24 ta bajarar, kimdir sekin 108 ga chiqarar. Men o'ylayman, что tanani kuchiga qarab, chidamliligiga qarab qurish kerak. Hozir полноценный bir krug ko'rsataman, to'xtamasdan, chunki bu nafas ritmida qilinadi. Juda bo'lmasa, hozir birinchi ko'rsatganimdek sekin bajarsa bo'ladi boshida. Atak o'zi kitobida yozilgandek bajarsak, hozir shuni his qilasizlar o'zingizga, yurakni ham kardio как бы urdirib ishlatib yoradi. His qilasizlar. Nafas oldik, boshlaymiz. Nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Chap oyoq orqaga, nafas oldik. Nafas chiqardik. Oyoq ketdi orqaga. 8 ta tochka.
Nafas olgimiz kelganda kobra nafas oldik. Nafas chiqardik. Nafas olganda oyoq ikkita qo'lni o'rtasiga nafas oldik tepada. Nafas chiqardik, orqadagi oyoq keldi. Ko'tarilayotganda yurakni ochib, ko'tarilib nafas olamiz, nafas chiqardik. Yarim krok bo'ldi. Qolgan yarmi. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Oyoq orqaga nafas oldik. Nafas chiqardik. Tizalarni qo'ydik. 8 ta tochka nafas olmayapmiz. Nafas oldik, kobra. Nafas chiqardik, gorka tos tepaga. Oyoq keldi, kruk yopilyapti degani. Nafas oldik. Nafas chiqardik, oyoq qaytib keldi, engashdik. Ko'tarilayotganda yana yurakni ochamiz. Nafas chiqardik. Mana shu mashqlarni har kuni bajarib yuringlar. Men даже qatgadir uchib ketayotgan bo'lsam, qatgadir kelinglar o'tirib olaman. Qatgadir shoshayotgan bo'lsam, даже syomkam bo'lsa, даже kiyim olgan bo'lsam, mana shu mashqlarni ertalab bajarib ketaman. Prямо his qilasizlar o'zinglarni tetikliginglarni. Agar hozir shu videoni bajarmasdan turib ishlayotgan bo'lsanglar, meni tushunmaysizlar. Buni albatta bajarib ko'rish kerak. Men уже прям his qildim, что kunni kutib olishga, hamma ishlarimni bajarishga tayyorman. Хотя всего лишь 2 ta kruk qildim. Qanaqa bajara olsanglar shunaqa yaxshi, shoshmasdan. Yana bir necha marta ko'ringlar bu videoni. Masalan, tos chanog'ini tortdik deyapman. Yana yaxshilab yaqinlashtirib ham ko'rsa bo'ladi. Agar nima deydi, shoshib bajarsanglar, baribircha unaqa zo'r effekt olinmaydi. Yaxshilab to'g'ri bajarsanglar, men shuni his qildim, что mana ko'p o'quvchilarim aytishadi. Oldin yogaga borishgan yoki boshqa qanaqadir sportga borishgan, именно mani metodimda, именно onlayndagi qizlarni aytyapman, aynan chuqur tushuntirilishida va mashq, masalan 100 marta noto'g'ri bajargandan baribir 1 marta sifatli va gрамотно bajarganga yetmaydi. Shuning uchun o'zi men yogaga borganman-u, baribir o'sha ichim qotadi, chunki mashqlar noto'g'ri bajarilgan bo'ladi. U baribir zarar yetkazmaydi, foydali bo'ladi, просто unaqa darajada chuqur foyda olib kelmaydi agar noto'g'ri bajarilsa. Elementarno bitta buralish, bitta nafas olish, agar nafas olish noto'g'ri bajarilsa ham unaqa zo'r effekt bo'lmaydi. Baribir tetiklik bo'ladi, qon aylanish bo'ladi, qanaqadir masalalarda juda ham yaxshi, lekin aynan mashqlar yoga terapevtik ta'siri faqat mashqlarni to'g'ri bajarilishida. Buni albatta men kursimda juda ham batafsil tushuntiraman. Aytganimdek, albatta sizlar bu mashqlarni agar xohlasanglar kursda qo'shilib bajarib ko'ringlar. U qanaqa bo'ladi? Men bu yerda albatta harakat qilaman batafsil tushuntirishga, chunki men uchun juda ham muhim sizlar xavfsiz va foyda olishinglarni va xavfsizliginglarni o'ylayman. Lekin baribir men shuni tushundim, что bunaqa tez tushuntirishda baribir ikir-chikirgacha tushuntirish qiyin, chunki video qo'yayotganda bu yerda katta videolar qo'ya olmayman. Masalan, kursimda yarim soatlik, 1 soatlik, 1,5 soatlik даже darsliklar bor. Kim ishlaydi bir xil 15 minut, 20 minut mashqlarni qilib oladi, qisqa yogalar bor, har xil mashqlar. Men juda ham xursand bo'laman, когда даже o'sha umuman hech qachon sport bilan shug'ullanmagan odam kursimga keladi,
shunaqa zo'r bajarib ketadi. Hattoki nechta o'quvchim уже yoga trener ham bo'lib ketishgan. Umuman sportdan yiroq bo'lgan odam, menga o'xshab, men ham sportdan juda ham yiroq edim. Ular уже shunchalik professional darajada bajarib, уже trener bo'lib ketishgan. Так что обязательно bajaringlar, bu ertalabki yogani juda ham foydali bo'ladi sizlar uchun. Kuninglar xayrli bo'lsin. Albatta kommentariyada yozib yuboringlar. Qanaqa his qilyapsizlar o'zinglarni. Agar kursga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, kimdir hozir yurak jiz etdi, davay men harakat qilib ko'raman, butun tanani tiklayman, sog'lomlashaman deganlar, mana shu video tagida ссылка bo'ladi va telefon raqam. Mana shu telefon raqamni o'ziga telefon qilsanglar ololmayman. Albatta sizlar Telegramga, meni Telegram mana hozir Sabina yoga deb yozilgan, o'sha Telegramga yozsanglar bo'ladi. To'lov qilishinglar bilan juda ham hozir arzon, tim bo'li bayramlar, skidka sizlarga e'lon qilganman, qo'shilib olsanglar bo'ladi. Qo'shilganingizdan prям to'lov qilishinglar bilan qo'shilasizlar, boshlaysizlar, o'sha kirish videolarini albatta ko'rib olasizlar. O'ta hammasi batafsil tushuntirilgan. Даже такой grafik menyu bor. Qaysi mashqlardan keyin ertasiga qaysi mashqlarni bajargan yaxshi, undan keyin qanaqa mashqlar, grafika ham bor. Ayollarga darslarni to'xtatmaslik uchun bizada kursimizda mani kursimda просто bizni как сообществомizda, bizni как baxtli ayollar klubi masalan, bizni qanaqadir biz birgamizda, biz mashqlarni birga qilamiz. O'sha kursda даже hayz kuni yogasi bor. Чтобы mashq qilib payt masalan 1 oylik kurs olingan bo'lsa, 1 kun ham dam olmaysizlar. Hayz kuni yogasi bor, hayz og'riqlarni qoldiradi, yengillik beradi va sog'lomlashtiradi. Так что albatta murojaat qilinglar mana shu telefon raqamdagi Telegramga va yoki ссылка tashlab qo'yaman. Ссылкаga bossanglar уже сразу o'tasizlar. Ссылка klikabelniy bossa bo'ladi. Kuninglar xayrli bo'lsa, yana bir bor. Albatta kommentariyada nima his qilganinglarni bu mashqlardan keyin kutib qolaman. Oila davomida bajarganinglardan keyin qanaqa natijalarga ega bo'lganinglarni yozinglar. Ko'plar yozyapti juda ham xursand qilib. Kuninglar xayrli bo'lsin. Hammaga xayr, keyingi darsgacha.